Assalomu Shirinlar, shakar, aziz bolajonlar. Mana o'quv yilimizni tugatib, ta'til davrlariga yetib keldik. Bugun 1-iyun bolalar kuni munosabati bilan maktabimizda kichkina bir tadbir tashkil qilindi. Men fursatdan foydalanib barchalaringni shu 1-iyun bolalar kuni bayrami bilan chin dildan tabriklayman bolajonlar. Mana bundan keyin ta'til kunlarida har kuni maktabimizda to'garaklar ishlab tashib ketishingiz mumkin. Ustozlarimizga kelishlaring va to'garaklarda qatnashib kunlaringni mazmunli o'tkazishingiz mumkin. Barchalaringizni yana bir marotaba ta'tilga chiqqaningiz bilan, bolalar kuni bilan chin dildan tabriklayman.